Bakish tuningdagi navbatdagi Tracker 2 Premier Plus tayyor holatga keltirildi. Bu Redline pozitsiyasi emas, Premier Plus. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilib beramiz. Birinchi navbatda bu avtomobil oldim o'rdasiga bunaqa Black Piano bo'lgan. RS ablyusovkalarni uстановка qilib berganmiz. Nomeri pastda turadi. Ablyusovka полный Black Piano, ichida bumper setkalari ham bor. Emblema ham qora bo'lgan. Undan keyingi qilingan ishlari tashqi qismi полный Black Piano bo'lgan. Dugasi mana bu shoxi o'zida stalnoy bo'ladi. O'ynanchi eti nikkel bo'ladi. Premier Plus pozitsiyada mana bu nikkel bo'ladi. Black Piano qildik komplekt. GM paroklarni ham Black Piano variantdan o'rnatib berganmiz. Turishi vidi zo'r. Bu ishlaydigan parok ustiga chiqsanglar bo'ladi. Ichkaridan ko'rinishi. Xo'p, salon qismida ishlar bor, ularga ham oxiri to'xtalib o'tamiz. Tashqi qismida Black Piano komplektga kiradi. Dugalari, ablyusovka, o'ynanchi eti nikkellari, yozuvlari, Tracker yozuvli, original hammasi. Emblema, turbo, Premier yozuv, tagida yubkasi hammasi Black Piano komplektida bo'lgan. Xo'p, mana deydi turishi. Tracker 2 Premier Plus oq rangda. Xo'p, garmdorni o'rnatib berganmiz. 3 ta rejimda ishlaydi. Подфарник, tormoz и avarinka или поворотникda ham ishlaydi, yuguradi. Krugoy tonirovka bo'lgan 100 talik beton tonirovka urib berganmiz. Oldi yon oynalari ham 100 talik urilgan. Ularni ham ko'rsatib beramiz hozir obzor qilib. Xo'p, salon qismiga ham Black Piano bilan ishlov berilgan. Burasi mashina matoy bo'ladi. Mana bu nikkel bo'ladi. Ularni ham Black Piano qilib berganmiz. Video mana shunaqa akkuratni chiqqan bo'ladi. Tabloni atrofidagi ramkasi, deflektorlari, ruldagi detallari stalnoy и o'zini shtatniy zavodskiy baridagi stalnoy detallari ham Black Piano qilib berilgan holatda turibdi. Akkuratni chiqqan, ishimizdan sifatiga javob beramiz xudo xolisi. Xo'p, mana shu detallar ham matoy bo'ladi, Black Piano qilingan deflektorlari, eshik apishkadagi detallar hammasi bo'lgan. Xo'p, o'zini shtatniy pultiga avtozapusk yoqib berdik. Yopish knopkani 3 marta bossak, zavod bo'ladi avtomobilimiz uzoq masofadan turib. Xo'p, bundan keyin ham radar kabiga ahamiyat bermaysizlar. Hozir laboylar sonida ishda luklari ham tonirovka qilingan holatda turibdi. Eva poliklarni ham solib berganmiz. Havas qilganlar bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Yangi Tracker olib nima navorot qilayotgan deb o'ylab yurgan tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yaveradi.